Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana obyektimizdan bitti va nihoyat bu obyektimiz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida. Bu darvozaxona 4 metrga 20 metr uzunligi. Tekizligi o'ta tekis. Bitta liniyada. Bizdan Shapalabga, Mishalga hamma yo'llar bor. Bunimiz mana 7 ga 4 metrlik mehmonxona joylashgan. G'alati spani 4 ga 5 metrlik. Bu tomonda hammomi bor. Hop. Bu tomonimiz 21 metr. Hatto 3 xona bor. 4 ga 5. 4 ga 5 dan 3 ta xona bor. Bu tomonimiz bu koridor. Hada eni 3 metr bo'ladi buni. Uzunligi 10-40. Общий расходimiz bu yerga 15 tonna sement ketgan. 15 tonna sement, bitta hovada tosh ketgan. 3 ta hovada metsuv ketgan. Yana bitta zilda tosh ham chaqirdik dababkasiga. Armaturalar faqat ustiga tashlanadi, padushkaga tashlanmadi. Murojaat qilaverasizlar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, mo'minlar qo'yib qo'yamiz. Xudo xolasa yaxshi qilib bitirib beramiz. Sog' bo'lasizlar. Osmonga necha osmonga.